siyasi vaziyetler, dünya iqtisodi, fan texnika, biz Sultan ekranida. Assalamu alaikum, hürmetli qarindoshlar. Men qarindoshlar Nabica Ala. Bugünkü programımızda biz Indoneziyadan qaytarılgan 3 nafar qarindoshimizning ahvoli to'g'risida har birlari bilan bir o'rtoqlashadigan nuqtalar var. Yani 9 ayın 16 günü şu vaqtning o'zida bu bolaning jazo muddati to'shqan. Shu kunlar ularni yo'tkab Indoneziya hukumati Xitoy tajovuzchilariga topshirib berganligi tunigun aynan Anqaraga borgan Indoneziya elchixonasiga borgan qarindoshlarimiz tarafidan dalilingan bo'ldi. Rasmiy shaklda hukumatning bir elchixonasi, Indoneziya hukumatining bir elchixonasi tarafidan dalilingandan keyin bularning naq vaqtida javob berolmay orqaga so'zishi hamda dunyoning buning qarta tepkisini bo'lishib beqish uchun biroz bir o'zini chetga olganligidek ahvollar mavjud bo'ldi. Nimishqa deganda bu bolalarni qarlashi, ya'ni Indoneziyadagi xatobi Indoneziya hukumatiga qarshi Daeshga yetishlik va tashkilotlarning yanida shu tuğay yerda turib qolganligi uchun bu bolalar ustidan Indoneziya hukumati bo'lsin Xitoy topshirgan ma'lumotlarga asosan bu bolalarni ashaddiy shaklda terrorist shaklda bir qarlab etgan ahvollar mavjud. Uning uchun terrorist degan bir tamga zo'rlab urilganligi uchun bu bolalarga buningga mayli kishilik inson haqlari bo'lsin yoki bo'lmasa nupuzli axborot vositalari bo'lsin buningga aralashamagadek aralashsa aralashqidek yeri qo'ymagan shaklda bu bolalarni qaralib. Bu bolalar shunday shaklda tutilib qolgandan keyin xato shaklda isbot dalillarni to'plab ularni qarlayotgandan keyin biz yana nima uchun u qarlayotganligi gibi ishonamiz. Bu bolaning Malayziyadan Indoneziyaga kelganligini bilamiz. Indoneziyadan Turkiyaga mangadiganligini ham bilamiz. Bardigan yeri shu Turkiya tursa. Bunday ahvol ostida Xitoy tajovuzchilarining qarlashi bilan u bola andaqdi, mandaqdi, ular bir qarshi turadigan jinoyatchilikni aslning ashadagi tashkilotlarga o'xshash tiplik odamlar deb qarlab bersa, shu qarlaganni hisob qilib Indoneziya hukumati Xitoyga teng moslashib bu bolalarni qarlash bilan birga ham 6 yil jazo muddati to'shqan insonlarni yana opirib Xitoyga topshirib berishi bu nihoyatda bir insonlikdan chiqqan. Bugungi bütün dünyani Xitoyning virusi qoplab, shu Xitoy yasab chiqqan, Xitoy tarqatgan virusning bütün dünyani qoplagan, hatto Indoneziyadagi necha ming musulmonning jinni olgan shu virusdanmi bu yeshilmagan, o'ngshalmagan, buningdanmi ibrat olmagan bir hukumatningki qarab turib bir 3 insonni, 3 masum bir insonni Xitoy tajovuzchilarining qo'liga berib etdi. Hem berib etib, yana aş berib etganligidan numus qilib yüzünü kaçırıp gördü. 2 ay olgan vaqtida aldığı verip bunun bir sürüşçüsünü qilgan vaqtida onu o'tiraga chiqib etete deb oshkorlagan bo'ldi. Demak, 2 ay jarayonida u bolaning hayoti qanday bo'ldi, hayoti qanday tehlikada bo'ldi, hammamiz olgan insonlarimizni har xil qalpoq bilan, har xil terrorchi degan nom bilan u bolaning ichki a'zolari va o'zlari qanday holatdagi bir nimaga duchor bo'layotdi qismatlarga qarindoshlar. Biz haq qarlısun, bizmi qarlab, bizmi ularni aqlashni bilmasak, bizmi qaytarib etsa, nimish qaytarib etsa, 200 milyon musulmon xalqi yashaydigan bir davlatda sen qo'pab uch bo'lgan musulmonni endi xato yerda turib qolganligi uchunlar bu shaklda berib etamsan. Dunyoning har yerida Sharq Turkiston tashkilotlari bor. Nima uchun shular bilan bir aloqalashib boqmaysan? Nima uchun malaga bir insonparvarlik nuqtasidan qaramaysa, bu musulmonlikdan gap ochmaydi sana. Sen nima uchun bir insonlik nuqtasidan qaramaysan deb nima uchun deyamaymiz qarindoshlar. Voy hayotinimiz bilan hammamiz gurdi, voy tashkilotlarni, voy bu bolani qanday bo'ldi, aq bo'ldi deb WhatsAppda yo Facebookda vaqirab ketdi ekanmiz. Unga buning natijasi chiqqandan keyin ship budan berib etgan bo'lsa alhamdulillah deydi ekanmiz. Qarindoshlar, biz aşına iştikla bir narsaga hayajonlanib, iştikla qanchalik tez, hayajonimiz qancha tez bo'lsa, suv ketishimiz uchun tez bo'ladi qarindoshlar. Biz bu ketgandan keyin to'g'ri
biz qutulib kelaydigan bir davlat bo'lish sifatimiz davlatmi o'zining asirga tushgan yoki bo'lmasa tutilib qolgan odamlarni unda apiriblam Amerikami o'zining Choshandagi odamlarni unda qutuldiramadi. Qutuldirammaymiz. Lekin bu yer bir masala bor-ku. Bu qanday masala deganda qarindoshlar, bir adam bunda bir adamning bunda bir uydagi bunda mushki yoki bunda bir qo'ylar yutib ketsa bunda chiqib izlab boqamiz-ku. Ya ne ketdi men qo'ylarim? Ne dedi? deb bunda bir o'zimizning mol mulk bo'lganligi bunda qilamiz. Ammo bir qarindishimiz-ku. Xitoyning qanday qilganligini bilamiz. Qanday qilganligini ham bilamiz. Bunu qo'shib o'zining oila tavobatlari bilan-ku qilib. Ham uch qarindishimizni aytdimi? Aşk üç qarindishimizni şey sazoyi qildirib, xalqimizning ruhini qanday sundirganligini ham bilamiz. Endi biz qanday qila olamiz? Buni bildik. Hayajonlandik. Biz endi qanday qila olamiz? Biz qila oladigan mana shu turli ishlar bor qarindoshlar. Biz buni bo'ldi qilmay biz yo'lliq shaklda, qonunli shaklda o'tirib chiqib, o'zimizning bu ijtimoiy taraqqiyotdagi bir cho'ng qural bor. Bu cho'ng qurolni ishlatishni bilmaymiz. Yana bir narsa deganda, mush tashkilotlarimizdan qandaqdir buludun javobgarlikni izlaydigan mushda xato ishni qilyapmiz. Tashkilot degan qarindoshlar, beliq, xalq degan bir suv, dengiz, daryo, okean. Mana o'xshasangiz xalqni, ashun ishdagi jonivor beliq yoki bo'lmasa bir kit, dengiz bo'lsa lahang, unda bir narsa bu. Tashkilot degan. O teşkilatның üzüge güçlük bir kısmen dairesi var, şu işini kılalaydı. Üzünün kolundan kelgen işini kıladı. Uluğu yani yükünü ati vermeyin. Sizden biz halak bulu sütümüzde men nimiş kılalayım? Kulağımda her akli telefon var ki, her bir yüz topumuz var ki, vay hem ictimai taratqularda Instagram, Twitter, Facebook, bahanəsinin hem Telegram, hem nimimiz var ki, nimiş bundan paydalanmayız. Başqalarga pişni taqdidiganlar şu özünün pişnisi üçün xizmat qildırsun. Ma qarindishim, vay mening qarindishim, vay mening jurikim, vay mening u, vay bu deb biz musulmonlik da'vatini qilayotgan bizlar nima uchun shu shaklda olsun bu qarindoshlarimizni qutqarish uchun bu quroldan nima foydalanmaymiz? Ketkichi boshqalardan ayb izlash, boshqalardan ko'rash emas, to'xtabdim. Men nima ish qila olayman? Men nima ish qila olishim kerak? Men qanday harakatni qila olaman? Hiç bulmadı kılam da yüzümüz içimizden çıkarıp bir nesne oylayanmasak mı? Başkalar kılağına ägi şey. Ya bulması boşuna kılağına doğray. Yaşını doğray. Diyen şekilde oturuğa çıkışını neymiş bilmeyemiz kardeşler. Bir neçe şekilde bir yazma tayarlap bunu neçe bir tılığı tercüme kılıp kardeşler. Bu ne? Aşu hemimiz kılalığın kardeşler. Google'dan şu turistik devletimizge Indoneziya konsulxanası, elçixanasının adresi, telefon numarı, el-xat numarı çıkıpçu. Telefon oralaydıqalar, telefonları onlar. El-xat yazalaydıqalar, el-xat yazanlar. El-xatның zaten İngilizcesi, Türkçesi, qanday tildik lazım bolsa men tayyor qilib berman. Men shuni tayyor qilib berman ve ijtimoiy taratqularga yo'llab qo'yman. Shu yerdan elab qarindoshlar. Shuni ash o'zingizlar turishlik yerdagi Indoneziya konsulxanası ve elçixanasiga yo'llanglar. Yollanlar bu bir kılalaydığı işimiz. İkincisi ictimai taratqularda aşı ballarının hashtag şekilde çıkan resimleri var. Şunu yollanlar. Bir tört bahçedeki sürütü var arkadaşlar. Şunu yollanlar. Üçüncüsü kılalaydığı, teşkillalaydığı yerdeki arkadaşlar. Azama Xitay virüsü sebeple bütün yerler şekilde hareketler çekiliniyordu. Ama kılalaydığı yerdeki arkadaşlarımız böyle xat şeklinde, böyle internet arasın, böyle telefon arkalı olsun bir şekilde, çıraylık şekilde bu arkadaşlarımızın nima uchun qaytarib etganligini, qaytarishning xato ekanligini to'g'riliq deyishimiz kerak. Yana bir nokta, aşağıda yana ikki qarindoshimiz var. Biz bunu ilmiy şekilde qilishimiz kerak. O'taran turan vaqiraydigan, adam tillaydigan, ya urib chaqadigan bir unda ish emas. Yo'lliq şekilde ma qarindoshimiz qaytarib etgan xato bo'ldi. Sizning hukumat xato qildinglar deb ayada yani ikki qarindishimiz turmada 1 yil vaqti var. Ulni qandaq şekilde ilib chiqish va cho ularni vaqtida qo'yib berish muddatdan burun. Anan deguncha ularni boshqa 3-chi bir davlatga, Xitoydan boshqa bu muvofiq bir davlatga o'rlashtirishga ularning shaklda moslashishni qo'lga keltirishimiz kerak. Shunday qilgan vaqtimizda biz ishimizni to'g'ri puxta qila olgan bo'lamiz qarindoshlar.
Anından keyin bizning bu hareketimiz qanchalik manfaat qila, qanchalik unumi bo'la, qanda bo'la deb bu unumini, buning foydasini, buning nimasini bek izchil turda surishtirib nima qilib ketmaylik qarindoshlar. Bizning qila oladigan ishimiz qarindoshlar, bizning mushu vatanni qutqizish uchun, vatanning mustaqilligi uchun Nemrut'un o'tini o'chirishga atlangan İbrahim Aleyhisselam'ni kuydirish uchun aşı yaqqan Nemrut'un o'tini o'chirish uchun mayli qalg'ash olsun, mayli hasalarisi olsun, mayli qaysi şekildeki bir hayvanlar o'zining kichikina imkoniyatda og'ziga bishtimin su, bishnagan narsani ko'tarib mangdichu. Biz Sharq Turkistonni mustaqillik uchun yoki bo'lmasa muajiratda bir qarindoshimizni qutuldirish uchun shunchalik ish qila olmaymiz. Shunchalik shu ishni qilishimiz. Dedi-ku ayliq mayli qalg'ash olsun, mayli nima? Shu vaqtda rivoyatni hammanglar bilasizlar. Voy senin o bishtimin suyun o numaratdan üçemdi dese üçüreşne mening qo'limdan kelmaydi. Ammo mening qo'limdan keladigan mush bishtimin suvusini ko'tarib aşağı apirish mening mush ish qo'limdan keldi. Men mush ishning o'zidan chiqdim. Men buning uchun Allohning oldida javobgar bo'laman dedi qarindoshlar. Men ne chiqdim desam, buni ba'zilar tushunamidi? Ma Sharq Turkistonni vatanni mustaqil qilish bizning qo'limizdan kelmaydi. Amma bizning qo'limizdan keladigan bir narsa bor. U o'smi shu mustaqillik uchun o'zimizning qila oladigan pidokorligini qilish. Men kompyuterni oldida qila olgan bo'lsam, mening pidokorligim bu. Yoki $100 oyda beradigan bo'lsam, pidokorligim bu. Yoki bo'lmasa bir vaqtimni chiqarib namoyishga, u yerga, bu yerga bir xizmatga chiqa olgan bo'lsam, mening pidokorligim bu. Men buningdan javob beraman. Sen nima uchun mustaqil qilmaysan degandan javob bermayman men. Sen qilish yo'lida nima ish qilding degan nuqtada men javob qilaman Allohning oldida. Men nuqtada javob qilaman. Shunga ma qarindoshlarimizning ishidimi? Voy sen bu qarindoshlarimiz nima uchun shu qarindoshlarimizni Xitoydan qutuldirib chiqmading deganga javob bermaymiz. Bizning javob berdig'imiz mush qarindoshlarimiz tutilib ketibdi. Bo'pti, endi men ikki qarindoshimni qanday qutuldirib chiqamiz? Va bu qarindoshlarimizni qanday shaklda Indoneziya hükümeti besim qilib, hiç olmadığı qarindoshlarımızın izdirigini ve bir şekilde şu hayat mamatligini Allah'ımız degan şekilde bu şekildeki hizmetlerge gücümüzü çıkardık. Şu netice bizge o'ylagandek netice chiqamdi chiqmamdi u Allohga havola qilamiz uni. Neticesini Allohga havola qilamiz. Ama jarayonini sababini o'zimiz yaxshi qilamiz qarindoshlar. Yaxshi qilamiz, anandan keyin bu ishni neticesini Allohga topshirib salih qalbimiz nayt, temiz nayt, bir narsani o'ylashmagan, boshqa bir narsaga bog'lab olmagan yoki o'zimizning buni manfaatni aralashtirib olmagan shaklda saf qalbimizni Alloh rizoligi uchun ish qilsak, uning natijasi aman bo'ladi. Shunda shu davrda mayli aqliy telefonimiz bo'lsin, mayli kompyuterning oldida bo'lsin, internet shaklida bo'lsin, bir shaklda nurg'un xizmatlarni qila olamiz qarindoshlar. Xitoyning bu qo'rqayotgani bu. Shunga Xitoy ayaga fan hochang deb yüzünü tuzsuz sepillerini, uçur aslan tuzsuz sepillerini qurib oldi. Qo'qqanlik uchun, qo'rqmagan bo'lsa eshib yetdi. Shuning uchun qarindoshlar, bu uçur davrida, bu uçur texnikalarini qanday foydalanish, ijtimoiy tarmoqlardan qanday foydalanish, bu bek muhim. Mishada 100, 200, 1000 odam bilgan bir hafta ichida mushuni bir kun tartibga keldi. Mushuni bir kun tartibga kelish balaning ahvolini. U balani aqlay oladigan, u balaning aqlig'ichi sizlar bilan biz uni pukunch inson haqlari tuganchi panima pukunch bu qilmaydi. Buni faqat o'zimiz qilamiz qarindoshlar. Haq anda debdikan, haq manda debdikan, anda debdi, mamanda deb. Haq shu haqni olganni hisob qilib o'tirdi. U haqning ishi. Ammo bizning ishimiz bu qarindoshlarimizning kim, nereden, qanday kelib chiqqan, nima ish qilgan insonlik ekanligini sizdan biz bilamiz. Sizdan biz buning uchun harakat qilishimiz naytmen deb qo'yaman qarindoshlarim. Shuning uchun gapimning to'g'riligini qabul qilinglar. Xatoyalar qilib qolsin qarindoshlarim. Hammangizga Janob Alloh tavfiq. Assalomu alaykum va rahmatullohi.